Assalomu alaykum hurmatli talabalar. 11-mavzuyimizda katalizatorning ayrim fizik xususiyatlari haqida sizlar bilan gaplashib o'tamiz. Ushbu mavzuyimiz 6 darajadan iborat. Katalizatorning zichlari, katalizator aktiv komponentlarining yuzasi, katalizatorning mexanik qattiqligi, katalizatorning fazoviy tarkibi, katalizatorning kislotali ishg'olli xususiyatlari, kislotali xususiyatga ega bo'lgan qattiq katalizatorlar. Amaliyotda katalizatorning o'ziga xos g'ovakli strukturasi va katalizator donalari shaklini hisobga oladigan xususiyatlari biri uning zichligidir. Ulardan keng qo'llaniladi turlari, demak, sochiluvchan, ehtimolli, kaja va demak, ulardan keng qo'llanib kelinmoqda hozirgi kunda. Demak, haqiqiy zichliklar, chin va haqiqiy zichliklardan iborat. Sochiluvchan zichliklar quyida ko'rsatib o'tilgan. Bunda quyidagilar nazarda tutiladi, ya'ni katalizatorning umumiy hajmi, katalizator materialining hajmi, katalizator donachalari orasidagi g'ovak va bo'shliqlar ham shulardan, demak, hammasi birgalikda hisobga olinadi. Ehtimoliy zichlikda katalizator zarrachalari orasidagi bog'liqlik hisobga olinmaydi. Ya'ni bundan ko'rishimiz mumkinki, rho ehtimoliy barobar m taqsim, demak, v n plus vm. Bunda vn katalizator zarrachasidagi g'ovaklarning hajmi, vm katalizatorning hajmi, vc donachalar katalizator orasidagi bo'sh hajm deb ataladi. Haqiqiy zichlik, demak, zichlashtirilgan moddani hajmi birligidagi massadir. Ya'ni rho haqiqiy zichlik, demak, m taqsim vm chin va ehtimoliy zichlikdan topishi mumkin. Demak, chin zichlik qattiq material hajmining g'ovaklari hajmiga, demak, hajmini hisobga olinmagan massani xususiy zichligidir. Piknometr bilan zichlikni o'lchash, bunda benzol, etil spirti, suv va boshqa erituvchilardan foydalaniladi. Demak, ehtimoliy zichlikda, demak, qattiq materiallar hajmini, g'ovaklar hajmini birgalikda hisobga olganda massa birligi pribor yordamida o'lchanadi, simovli pirometrda. Umumiy g'ovaklik katalizatorga materialga suvni yuttirish yo'li bilan topsa bo'ladi. Quyidagi formulada, demak, ko'rishingiz mumkinki, formulasi berib o'tilgan. Katalizator g'ovaklik hajmi, ya'ni katalizator ichki g'ovaklarni solishtirma hajmini topish uchun zarrachalarning umumiy g'ovaklar hajmi mana shu katalizator zarrachalar massasiga bo'lishi kerak bo'ladi. Unda, demak, quyidagi ifoda sodir bo'ladi. V solishtirma barobar V g'ovaklik taqsim M katalizator. Brunner, Emmett Taylor, demak, orqali solishtirma yuzani hisoblash quyida ko'rsatib o'tilgan. Shunday qilib katalizatorlar yuzasini topish va hajmini topish quyidagi formulalar orqali, demak, ko'rsatishingiz mumkin. G'ovaklikni hisoblash uchun, demak, quyidagicha, ya'ni Vn ichki g'ovaklar hajmi, V zarracha namunalarning hajmlari, demak, V namuna ko'rsatib o'tilgan. Xo'sh, ayrim katalizatorning g'ovakliklari, demak, quyidagi jadvalda ko'rsatib o'tilgan. Ushbu, demak, reaksiya tezligining katalizator g'ovak radiusiga bog'liqligi ko'rsatilgan. Katalizatorning g'ovakni tuzilishi xarakterlash uchun umumiy g'ovak hajmini ularning kattaligi bo'yicha tarqalishi g'ovaklar orasidagi bog'liqligini bilish kerak. G'ovaklarning o'lchamlari bo'yicha mikro g'ovaklarga ekvivalent radiusi 1,5 nanometrdan kam bo'lgan, mizo g'ovaklarga ekvivalent radiusi 1,5 dan 100 nanometrgacha, makro g'ovaklarga 100 dan 5800 nanometr va super g'ovaklarga 5800 nanometrdan yuqoriga bo'linadi. G'ovaklarning hajmini aniqlash Kataliz instituti RFA Rossiya Federatsiyasida quyidagicha usul bilan, demak, hisoblanadi deb aytayapti. Bunda simovli parametrlar g'ovaklar hajmi radiusi 2,6 nanometrdan 3500, demak, 35000 nanometrgacha bo'lgan g'ovaklarda aniqlanadi. Demak, katalizatorning mexanik qattiqligini hisoblashda, ya'ni turg'un qaynab turgan qavatda va harakatdagi jarayonlarda ishlatilgan katalizatorlar uchun mexanik sinovlar bir-biridan keskin farqlanadi. Turg'un sharoitda ishlaydigan katalizatorlar uchun asosiy ko'rsatkich bu katalizatorlarni ezib maydalashga mustahkamligidir deb aytayapti. Sharh holidagi va noto'g'ri shakldagi katalizator donachalari ikki mustahkam sterjen orasida parchalanadi. Silindr holidagi tabletkalar o'qiga, demak, perpendikulyar, ya'ni yonbosh tomondan kuch ta'sir etiladi. Demak, katalizatorning fazoviy tarkiblari, demak, ikki xil usullarda qo'llaniladi. Ya'ni birinchisi, demak,
genografiya, ikkinchisi elektron diffraksiyalar deb aytyapti. Ya'ni ba'zi bir muhim masalalarni yechish uchun boshqa fizik usullar, termografiya, magnit qabul qilish yoki magnitlash, EPR va spektroskopik usullar qo'llaniladi. Katalizatorning kislotali ishqorli xususiyatlari, ya'ni katalizatorning kislotali xususiyati asosan uni aktivligini baholash uchun zarur hisoblanadi. Chunki katalizatorning aktivligi va selektivligi cracking, reforming, izomerizatsiya, polimerizatsiya, degradatsiya jarayonlarida uning kislotali xususiyatiga bevosita bog'liq hisoblanadi. Hozirgi kunda gamogen va heterogen katalizning kislotali mexanizmlari bir-biriga o'xshash hisoblanadi. Shuning uchun heterogen katalizda, gamogen katalizda quyidagi tushunchalar mavjud. Brensted kislotasi, Lewis kislotasi va Brensted-Lewis kislota markazlarida ishlatiladi. Lekin kislotali markazlar katalizatorlar yuzasida strukturasi bir turdagi kislotali markazning ikkinchi turdagi o'tishi va ularning jarayonida katalizatorga ta'siri hamon munozarali bo'lmoqda. Kislotali xususiyatga ega bo'lgan qattiq katalizatorlar bular asosan tabiiy loylar, kaolin, bentonit, sialitlar, morilonit, silikagel, kvars, alyuminiy oksidi va diamid va boshqa kislotalar kirilib o'tgan aralash oksidlar, kation almashinuvchi simollar, kationitlar ko'rsatib o'tilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.